Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Baxtli bo'ling. Rahmat, tuzukmisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Bezovta qilib qo'ymadik? Yo'q. To'g'risini aytsam, yangi kelin bo'lganimga hamma joyga ham borishga vaqt bo'lmayapti. Faqat juda ham zarur joylarga boryapman. Toshkentda kelin salom bo'ldi, ko'rgan bo'lsanglar, Xorazmda bo'ldi. Xorazmda shunaqa ekanda, hamma tilla berar ekan. Qo'llarim Toshkentda ham, Xorazmda ham tillaga to'lib ketdi. Endi o'zimda ham bor edi. O'z paketda olib chiqsiz ko'pligidan. Ha, shu o'zimda ham bor edi. Endi ularni qanaqa qilib sotib yuborsam, endi baribir o'zimning magazinim bor, biznesim bor. Undan ko'ra turgandan ko'ra biznesga tikib pullarimni aylantirmoqchiman. Shu sababli eski tillalarimni sotib yuboraman dedim. Yaxshi shunaqa profil bor ekan. Gold Expert uyingizga kelib, mana shunaqa tarozida tortib, hisoblab qimmatga olib qolishar ekan tillarni. Juda ham udobniy. O'shanga darrov chaqirdim.